Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch Xorazm obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda avtosalonimizni manzilini, keyin avtosalonimizning ichki qismini va avtosalondagi avtomobillarni sotib olish turlari haqida gaplashib o'tamiz. Mana birinchi misol qilib avtosalonimizning manziliga to'xtalib o'tsak, avtosalonimiz Urganch shahar Xiva Krupni yonida joylashgan. Bir drop 3-uyda joylashgan bo'ladi va Urganch shahardan chiqaverishdagi Xiva Krupga tushgan joyda Krupdan chap tarafga burilsangiz va Xivadan kelaverishda to'g'ri o'tsangiz yoki Telecentr tarafdan kelaversangiz o'ng tarafga o'tasiz Krupdan. Shu yerda bizning avtosalonimiz joylashgan. Avtosalonimizda hozirgi kunda Cherry avtomobillarining hamma turlari mavjud. Avtosalonimizda bundan tashqari test drive avtomobillarimiz, test drive zonalarimiz joylashtirilgan. Bemalol kelib avtomobillarni xarid qilib o'tsangiz bo'ladi. Avtosalonimizning ichki qismiga kiramiz. Shu borada eslatib o'tamiz, avtosalonimiz 3 yildan buyon mijozlarimizga xizmat ko'rsatib kelyapti. Xorazm viloyati bo'ladimi, qo'shni Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ladimi, boshqa viloyatlardan bo'ladimi, hozirgi kungacha kamida 10 mingdan ortiq mijozlarimizga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Endi avtosalonimizda hozirgi vaqtdagi 214 milyon 900 ming so'mdan boshlanadigan Tiggo 2 Pro modelimizdan toki 480 milyon 900 ming so'mlik 8 Pro Max avtomobillarimizgacha sotuvda hammasi tayyor. Endi misol ko'rib o'tamiz. Ushbu Tiggo 2 Pro avtomobilimiz 214 milyon 900 ming so'm. Siz buni istasangiz maxsus narxda 199 milyon 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ushbu avtomobilimizda istasangiz kredit, imtiyozli dasturdagi kreditlar, keyin foizsiz muddatli bo'lib to'lash dasturi bor. Bunda kamida 30% boshlanish to'lovdan boshlanadi va 36 oy muddatgacha. Lekin 36 oy muddatgacha bo'lishi uchun oldindagi to'lovga e'tibor berishlaringiz so'raymiz. Misol 30% boshlanish to'lovi bilan 1 yil muddatga yoki 16 oy muddatga oshunday chiqadi, naqdmi? Keyingi sotuvdagi avtomobillarimiz Arizo 6 Pro avtomobillarimizni 3 turi ham sotuvdan mavjud. Bizda Life komplektatsiyamiz ham ko'pchilik biladi, atmosferniy komfort komplektatsiyamiz, keyin intelligent komplektatsiyamiz. Svetlaridan muammo yo'q, hammasi malichida tayyor. Bu avtomobillarni istasangiz kelsangiz naqd avtokredit yoki foizsiz bo'lib to'lash dasturi asosida xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Endi foizsiz muddat to'lov dasturi ham bu avtomobilimiz ham xuddi shunday. 30% kamida boshlanish to'lovdan boshlaydi, muddati ta 36 oy muddatgacha beriladi, lekin boshlanish to'lovga qarab. Keyin sotuvda 7 Pro avtomobillarimizni legendarniy afsonaviy eng hit bo'lib turgan avtomobillardan birisi 7 Pro avtomobillarimizdan luxury komplektatsiyasi ham, premium komplektatsiyasi ham, Pro Max komplektatsiyalarimiz ham sotuvda mavjud. Ushbu avtomobillarimizdan naqd kredit yoki foizsiz bo'lib to'lash dasturlari mavjud bo'ladi. Istasangiz o'zlaringizga ma'qul kelgan taraflama xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Endi bundan tashqari maxsus foyda dasturlari ko'rsatilgan. Masalan, shu Arizo 6 Pro intelligent avtomobilimizni 100% to'lov asosida maxsus narxda, tan narxi 279 milyon 900 ming so'm, siz buni 254 milyon 900 ming so'mga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bu hamma avtomobillarimizda ko'pchiligida mavjud. Bunday dasturlar salonimizga kelsangiz hammasini menejerlarimiz tushuntirib o'tadilar. Endi yana bizda yangi birinchi biznes klass sedanimiz Arizo gibrid avtomobili ham sotuvda mavjud. Ushbu avtomobilimiz ham 364 milyon 900 ming so'm tan narxi. Naqd kredit asosida ushbu avtomobilimiz ham xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Avtomobilimiz ichida tayyor. Hozirgi kunda trendda chiqarilgan avtomobillardan birisi. Ya'ni bu avtomobilimiz Malibu, K5, keyin BYD avtomobillarni bemalol raqobatchi bo'lib biladi. Buni kelsangiz o'zlaringiz haydab ko'rib, test drive'lari mavjud, sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bu har taraflama ekonomik avtomobil hisoblanadi. Hozirgi kunda atiga 3.9 litr benzin bilan 100 km masofani bosib o'tadi. Общий zapas kodi ushbu avtomobilda 1400 km ni tashkil etadi. Keyin avtomobilimiz bu 7 o'rindiqli 8 Pro avtomobillarimiz mavjud sotuvda. Bular ham har bir turidan bor. Bular ham bilasizlar, luxury,
Premium и Pro Max turlari mavjud hozirgi kunda. Luxury komplektatsiyalarimiz 399 million 900 ming so'm. Premium komplektatsiyalarimiz 417 million 900 ming so'm и ana shu afsonaviy Pro Max komplektatsiyamiz 480 million 900 ming so'm. Bularni ham istesangizlar foyda bilan 25 million so'm maxsus foyda bilan, misol uchun 480 million 900 ming so'mlik avtomobilimizni 454 million 900 ming so'mga xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. Bu avtomobillarimizdan xuddi shunday imtiyozli kredit, foizsiz bo'lib to'lash dasturlari mavjud. Bundan tashqari, Cherry Urganch avtosalonimizda servis xizmati ham hozirgi kunda ishga tushirilgan. Bemalol avtomobillarning ehtiyot qismlari deysizmi, avtomobilingizda ko'rsatiladigan xizmat turlari hammasi bizdan mavjud. O'zlarimiz klientlarimiz bo'ladimi yoki boshqa klientlar bo'ladimi, bemalol kelsalar mashinalarni texnik ko'riklardan o'tkazib, avtomobillarni ta'minlab ketsalar bo'ladi. Agar nosozlik joylari bo'lsa. Zapchastlaridan hech qanday muammolari yo'q. Endi bugun sizlar bilan shu avtomobillarimiz orasida Arizo 6 Pro intelligent haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu Arizo 6 Pro intelligent avtomobilimiz o'zini ixchamligi, komfortligi, tejamkorligi bilan mustahkamligi, xavfsizlik taraflama boshqa avtomobillardan ajralib turadi. Buna misol 1.5 turbo dvigatel joylashtirilgan 147 soatchi motorimiz MPI motor. MPI motorimizni neri zo'r desangizlar, MPI motorimizni 100% metan yoki propan bilan harakatlanib ketaveradi. Avtomobilimiz mustahkam materialdan ishlatilgan. Buni bemalol salonga kelsangizlar ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilik avtomobillardan endi nima deymiz, kuzov jihatidan qalin materiallari. 360 gradus kamerasi bu avtomobilimizda. Lyuki bo'ladi. Adaptiv cruise kontrollari bo'ladi. Bu oldingizda masalan yana datchiklar joylashtirilgan. Odam mashina chiqqansa o'zi tormoz berish xususiyatiga ega. Oldi kameralari, oldinda parktronikalari, farlari LED ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Reshotka radiatorlarimiz ham o'sha dizaynlarda tuzilgan. Faralarimiz aytganimizdek LED bo'ladi. Statsionarniy, zangamaydi, churimaydi. 17 dyumli konni diskalar. Konni diskani ham чисто заводской bu. Masalan g'altinglardami, katta yamalarga tashlaganingizda diskalar sinib ketmaydi. Shuni e'tibor beringlar. EcoSport rejimida harakatlanib biladi. Egilib, yopilib ochiladigan bakoylarimiz. Bakoylarimizda slepoy zona datchiklarimiz mavjud. Avtomobilimizda beskluchovoy dostupimiz mavjud. Sensorli bu, e'tibor berasizlar, sensorli o'rnatilgan. Glyansovoy stoykalari. Ichki salon qismi keng. Polni o'rindiqlari koja bilan kaplatilgan. O'rindiqlarning oldi xataram, orqa xataram qizdirish sistemasine ega. Rullarimiz ham qizadi. Rullarimiz ham multimedia rul. Bundan tashqari avtomobilda klimat kontrol, telefon bespроводной ko'rishlaringiz mumkin. Logotiplarni tushirtiribdi. Endi kamerada ko'rinami yo'qmi? Полный освещенияsi, elektronniy sideniyasi, skorost rычагlarimiz ham joystick. Salonning ichki qismi keng. Hozir oldi o'rindiqini ko'rdingizlar, orqasida shunchalik mesta bor. Bemalol 3 kishi joylashib harakatlanib ketsa bo'ladi. Aytib o'tganimdek, orqa o'rindiqlar ham qizdirish sistemasi bilan jihozlangan. Ayniqsa qish kunlarida yordam beradi. Yoqilg'i bakimiz 48 litrga mo'ljallangan. Avtomobilimizning rasxodi endi 8-8,5 litr atrofida shahar joylarida rasxod qiladi. Trassa rejimida 4,5 litr atrofida rasxod qiladi. Kattagina yukxonamiz 482 litr ob'yomga ega. Polniy bilan o'ralgan, ko'rishlaringiz mumkin. Ortiqcha shum mashinaning ichiga girmaydi. Arka faralarimiz ham LED. Endi ko'rishlaringiz mumkin, hozir kamera ko'rsatami yo'qmi? Yoldirab dönib turibdi. Avtomobilimiz polniy jemchuk bo'ladi. Svetidan qat'iy nazar masalan qora olasizmi, oq olasizmi, mokroy svet olasizmi? Bu puli razница bermaydi. Hammasi bir xil narxda sotiladi. Orqasida parktronikalar ham bor. Sportning nalar ham chiqqan, bo'lishtirish joylari ham chiqqan.
Sportini deyishimizda misol avtomobilimiz aytganimizdek ekosport rejimida harakatlanib biladi. Ushbu avtomobilimiz ko'pgina funksiyalarga ega, hozirgi zamonaviy xavfsizlik tarafdan ham 10 danacha xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozlangan. Endi mijozlarimiz to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangizlar, avtosalonimizga tashrif buyuringlar. Har bitta avtomobilimizdan test drive'larimiz mavjud. İstesangizlar bemalol harakatlanib, haydab ko'rib, keyin xarid qilsangizlar bo'ladi. Avtomobillarimizni sotib olishda kredit, aytib o'tganimizning bo'lib to'lash dasturlari ham mavjud. To'liqroq ma'lumot uchun avtosalonimizga tashrif buyuringlar. Hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.